Bir kelin Oyjon nimagadir o'ng tomonim og'rib ketyapti debdi qaynonasiga. Buni hammasi kam harakatlikdan, ko'proq harakat qiling, ko'proq ishlang, turing mollarga qarang debdi qaynona. Oradan vaqtlar o'tibdi, oradan kunlar o'tibdi. Boyagi kelin Oyjon nimagadir boshim aylanib ketyapti. Juda ham holsizman, shifokorga uchrashsakmikan debdi yana qaynonasiga. Qaynonasi ustidan kulib, kelin juda ham noziksiz-da, sizdaylik paytimda kasal bo'lish nimaligini bilmasdim. Boring, xamir qilib, non qiling debdi. Oradan yana kunlar o'tibdi, oradan yana vaqtlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Boyagi kelin juda ham qattiq betob bo'lib qoldi. Majbur u kelinni doktorga olib borishga qaror qildi, doktorga olib boribdi. Analiz javoblariga qarashsa, boyagi kelin jigar sirroziga chalingan ekan. Kasallik avjob, kelin nogiron bo'lib qoldi. Buni eshitgan qaynonasi meni yolg'iz bitta o'g'lim shu nogiron ayol bilan yashaydimi? Men bunga ko'nmayman deb nogiron kelinni ko'chaga haydab, o'g'lini yoshgina qizga uylantirdi. Endi men bu bilan nima demoqchiman? O'zingizni sog'lig'ingizga o'zingiz e'tiborli bo'lmasangiz, o'zingizni qadringizga o'zingiz yetmasangiz, birov yetmaydi-da. Siz o'lib ketganingiz bilan, siz nogiron bo'lib qolganingiz bilan o'sha siz sevgan eringiz bo'ydoq o'tib ketmaydi. Bittasiga uylanadi baribir. O'shaning uchun o'zingiz sog'lig'ingizga o'zingiz e'tiborli bo'ling. Quriyotgan, suvsagan gulga bir tomchi suv kifoyada. U gul qurib, so'lib bo'lgandan keyin daryoni olib kelib suvlaysizmi? Daryodan sug'orasizmi? Keyin foydasi yo'q.